Bir inson sizga ishonsa-yu, siz unga xiyonat qilsangiz yoki Allohning amrlariga itoatsizlik qilsangiz, bundan og'ir yomon sifat yo'q. Chunki Alloh azza va jalla xiyonat qilganlarni Alloh azza va jalla suymaydi. Yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rmaydi degani bu g'azab qiladi, yomon ko'radi degani. Demak, bandada xiyonat degan sifatni bo'lishligi bu yomon illat ekan. Allohning g'azabiga sabab bo'ladigan illat bo'ladi. Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining sahihlarida va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: 4 ta sifat kimda bo'lsa, u haqiqiy xolis munofiq bo'libdi dedilar. Agar mana shu 4 ta sifatdan bittasi unda bo'lsa, munofiqlikning bir sifati bo'ladi dedilar. O'sha 4 ta yomon sifatni Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sanadilar. Birinchisi, unga omonat topshirilsa, xiyonat qiladi. Agar gapirsa birovga aldab qo'yadi. Yolg'onchilik sifati bor. Gapirsa yolg'on gapiradi. Agar ahdlashsa aldaydi. Ahdlashib, va'dalashib kelishsa, ustidan uddasidan chiqmaydi. Oxirgisi, agar o'zaro biron narsa, bir masala yuzasidan talashib qolsa, kelishmay qolsa, husumatga kelib qolsa, so'kishga o'tadi, malomat qilishga o'tadi. Mana shu 4 ta sifat kimda bo'lsa dedilar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xolis, haqiqiy, toza munofiq bo'libdi dedilar. Alloh saqlasin. Bu o'sha e'tiqoddagi munofiq emas, bu lug'aviy munofiq, amaldagi munofiq. Agar e'tiqoddagi munofiqlik, u yomon munofiq. Chunki u islom millatidan chiqib qolish xavfi bor. Bu yerdagi o'sha lug'aviy munofiq, amaldagi munofiq nazarda tutilyapti.